Hayotimizda doim turli xil yetishmovchiliklar bor. Bu sog'lik, pul, xotirjamlik va hokazo. Lekin eng og'riqlisi bu mehr tanqislik. Moddiy tarafdan yetarli bo'lsangiz, u qalbingizda muhabbatingiz bo'lmasa, yuzingiz kulsa ham ko'zlaringizda ma'yuslik bo'laveradi. Chunki Robbim bizni shunday yaratgan. Birimiz-birimizga mehr ulashib turishimiz uchun yaratgan. E'tibor bering, uyingiz, pulingiz bo'lmasa ham yoningizda mehriboningiz bo'lsa, ko'zlaringiz charaqlab, qalbingiz butun bo'ladi. Chunki mehr muhabbat hayotimizga mazmun bag'ishlaydigan ilohiy ne'matdir. Keling, shu yonimizdagi insonlardan mehrimizni qizg'onmaylik, ayamaylik. O'zimiz va o'zgalarning dunyosini muhabbat nuriga to'ldirib, ushbu Robbimning in'omini ularga hadya etaylik. Axir biz umrimizni chinakam ma'nosini ko'ngil aloqalarida topamiz-ku. Sizni bir chimdim mehringiz har qanday qiyinchiliklarni yengib